Assalamu alaykum hammaga YouTube kanalini ko'ruvchilar. Men mana shu daraxt gulimiz kattakan tuyakkama ekib qo'ydim. Shuni endi men yerga ko'chirib olmoqchiman. Mana yerga chuqur qazlab oldim. Endi chuqurga mana shu gulni tushirib ekamiz. Ko'tar. Sen ko'tar. Ko'tar, sen ko'tarma. Ana. Tuyagidan chiqdi mana dumaloq bo'lib. Endi buni chuqurga salamiz. Bunaqasi to'g'ri. Bo'ldi, yaxshi. Mana chuqurga savoldik. Endi bu chuqurga salgandan keyin lekada mana har doim bundaq gumat kaliy mana. Mana shuni ildizini baquvvat qilib, rosa ham yaxshi, yana yerga ham bo'lib ketishi uchun lekaga 10 litrlik lekaga 2 ta kalpachok qo'yamiz. Har doim bundaq mana 2 ta kalpachok. Bo'ldi. Yaniga qo'yamiz buni. Qo'yib yuboring. Tuyaklari mana ko'rib turibsizlar, tuyakda mana press bo'lib o'ziniki ildizi qisilib qoldi. Buni men mana yerga ekyapman. Endi tuproq tushir. Yonlariga mana tuproqlarni tushirib uncha ko'p tushirib ildizi yonlari bekilsin. Mana men tomondan tortdim. Buni kechki salqinda ekyapman, atay mana. Kechki salqin yaxshi bizlarga. Kunduz kuni bariklari az, kun issiq bizlarda. Chetlarini mana havo kirmaydigan qilib urib qo'yamiz. Ustining chetlarini havcha qilib, sasar. Suv yoqdan bu yoqqa qo'yganda tash pishib ketmaydigan bo'lishi kerak. Endi chetidan suv qo'yib. Hozirgi gumat kalimni qolgan yarim lekam turibdi. Shuni chetidan hozir chiroyli qilib chetlarini havcha qilib shunga ekib qo'yamiz. Bu gulimiz oppoq chiroyli bo'lib gullaydi. Daraxt gul bu. Xudo xolasiga katta bo'lib gullaganlarda yana men sizlarga video obzor qilib beraman. Hammaga xayrli kun. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.